Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kunning muhim yangilik va hodisalarini kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. AQSh Eronga jiddiy oqibatlar bilan tahdid qildi. Vashington ma'muriyati Tehronni Erondagi norozilik namoyishlari ishtirokchilari qatl etilgan taqdirda jiddiy oqibatlar bilan tahdid qildi. Hamda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh prezidenti Donald Trampdan Eronga qarshi harbiy zarbalarni vaqtincha kechiktirishini so'radi. Manbalarga ko'ra, Benyamin Netanyahu va Tramp o'rtasidagi suhbat 14-yanvar kuni bo'lib o'tgan. Ayni shu kuni Tramp o'z manbalari orqali Eronda namoyishchilarning o'ldirilishi, to'xtatishi va qatl qilinishi bekor qilinganligi haqidagi ma'lumotlarni olgani aytiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Eron bo'ylab ehtimoliy harbiy zarbalarni nazarda tutuvchi turli ommaviy bayonotlarni xavotir bilan qayd etmoqda. Bosh kotib Erondagi barcha muammolarni, jumladan yadroviy masala va davom etayotgan norozilik namoyishlari bilan bog'liq xavotirli masalalarni diplomatiya va muloqot orqali hal qilish eng yaxshi yo'l ekanligini bildirmoqda.